Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ChatGPT haqida gaplashamiz. O'zim ishim uchun ishlataman ChatGPTni. Oddiy hayotimizda nimalar haqida so'rasa bo'ladi, nimalarda yordam bera oladi bizga. Shu haqida gaplashamiz. Hop, kelaylik endi ChatGPT dasturini ko'rib chiqsak. Yangi pej ochib olamiz. Odatiy hayotimizda nimalarga ishlatsak bo'ladi? Masalan, ayollarimiz ovqat menyularini internetdan qidirib yoki qanaqadir videolardan YouTube'da ko'rib ovqatlarni tayyorlashadi. Shu narsani biz ChatGPTdan so'rab qilib ko'ramiz. Masalan, osh qanday tayyorlanadi? Shu savolni berib ko'ramiz. Internet tezi sekin bo'lsa yoki qanaqadir serverlarga so'rovlar juda ko'payib ketsa, sekin rivojlanishi mumkin. Agar siz kompyuterda ko'p o'tirmasangiz, mobil qurilmangizda ham dasturlar bor, mobil versiyalar chiqqan, o'rnatib olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, ChatGPTdan tashqari DeepSeek, yana boshqa AI, sun'iy intellektga asoslangan ilovalar juda ko'payib ketdi hozir. Sun'iy intellekt bo'yicha raqobatlar juda kuchaygan. Hop, osh o'zbek milliy taomining eng mashhur taomlaridan biri bo'lib, u tayyorlashning bir necha uslubi bor. Masalan, to'y osh, Farg'ona osh, Samarqand oshi va hokazolar. Quyida oddiy to'y oshi retsepti keltirilgan. Kerakli masalliqlar 5-6 kishiga mo'ljallangan. Qanaqa tayyorlash haqida tushuntiryapti. Taqdim etish, hop, pishgandagi holat haqida tushuntirib beryapti. Mana bemalol shundan ko'rib bitta osh tayyorlab maza qilib yesak bo'ladi. Hop, keyingi qanaqa savol berib ko'rsak bo'ladi. Men chuqur to'xtalib o'tirmayman, savollarni birma-bir o'qib o'zingiz ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Men premyer uchun qanaqa savollar bersa bo'ladi degan narsalarni ko'rsatib beryapman sizlarga. Hop, yana nima haqida so'rab ko'rsak bo'ladi. Masalan, dorilarning tarkibi. Hop, Timol qanday dori? So'roq обязательно emas, просто yozib qo'ydim. Odat. Hop. Tremol bu og'riqni kamaytiruvchi va isitmani tushiruvchi dorilardan biri bo'lib, ko'pincha bosh og'rig'i, tish og'rig'i, shamollash, revmatizm yoki boshqa og'riqli holatlarda qo'llaniladi. Bunga ham chuqur to'xtalib o'tirmayman. Shunaqangi savollarni so'rab ko'rsanglar juda foydali. Masalan, bunaqa savollar kundaligimizda juda ko'p uchraydi. Hop. Yana kundaligimizda uchraydigan savollardan qanaqa savol berib ko'rsak bo'ladi. Hop. Qon bosimi oshganda birinchi yordam. Qon bosimi oshganda birinchi yordam. Qon bosimi oshganda shu birinchi yordam ko'rsatish haqida ma'lumotlarni berib o'tyapti. Juda ham foydali. ChatGPT hozir hamma ishlatishi kerak deb o'ylayman. Hop, bundan tashqari men o'zim hayotimda kerakli bo'lib juda asqotgan joyi. Asosiy yo'lni qismidan harakatlanayotgan paytimda gai xodimi to'xtatdi skuterdaligimda. Keyin menga qatnov qismida harakatlaningiz deb shtraf berdi. Men unga aytdimki, shu velosipedlar uchun, skuterlar uchun alohida yo'lakcha bo'lmagan holatda yo'l qatnov qismida harakatlanishi mumkin dedim. Lekin buni просто ignor qilib, yo bilmadi, balki uzr topamiz endi. Xullas shunaqa voqea bo'ldi. Menga shtraf yozib berdi. O'zi butun dunyoda menimcha shunaqa qonun ishlasa kerak. Agar talabga javob beradigan holat qilib qo'yilmagan bo'lsa-da, keyin shu qonunni buzding deb talab qilishi u noto'g'ri bo'ladi. Oldin talabni bajarilsin, keyin qonunni so'ralsin. Hop. Shuni so'rab ko'ramiz masalan. Hop. Skuter va velosipedda qatnov qismidan qanday hollarda harakatlansa bo'ladi? Hop, qani shu to'g'ri ish qilganmizmi yo noto'g'ri ish qilganmizmi? Hozir shuni ham bilib olamiz.
valiylikku to'kkiz shop. Hop, skuter va velosipedlarda yo'lning qatnov qismidan, ya'ni mashinalar harakatlanadigan yo'l qismida faqat muayyan holatlarda harakatlanishga ruxsat beriladi. Bu holatlar O'zbekiston yo'l harakati qoidalarida yuqorida belgilangan. Hop. 14 yoshdan katta bo'lish kerak ekan. Qatnov qismining o'ng tarafida, ya'ni 3-polosada harakatlanish nazarda tutyapti. Yo'l harakatining xavfsizligini ta'minlagan holatda harakatlanishi mumkin ekan. Birinchisida ko'rsatib o'tirgan narsa deb o'zingiz qarataman. Maxsus velosipedlar yo'lagi bo'lmasa, ko'rdingizmi mana? Men o'zim qonuniy talab qilganman. Shunaqa gaplar, bunaqa holatlar hayotimizda ko'p bo'ladi. Bu holatlarda juda bizga asqotadi ChatGPT. Hammalarga ishlatishni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. ChatGPTdan foydalaninglar.